Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ushbu darsimizda Revit'ni asosiy kirish interfeysi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu kursimiz Revit 2024 da amalga oshiriladi. Ya'ni agar siz 2024 dan past bo'lgan versiyadagi Revit foydalanuvchisi bo'lsangiz, iltimos qilib qolgan bo'lardik 2024-yilgi Revit'ni o'rnatishni. Chunki bizni materiallarimiz ham aynan 2024-yilga moslangan bo'ladi. Agar siz a, 2024 dan yuqori, ya'ni 2025, 2026 yoki kelajakda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha yangi Revit versiyasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, buni hech qanaqa muammosi yo'q. Shunchaki biz bergan fayllarni, biz bergan materiallarni o'zingiz Revit versiyasiga moslab olasiz. A, Bizda Telegram guruhimizda aynan 2024-yilgi versiyani установочный fayllari bor. Kirib, bemalol ko'chirib, установка qilishinglar mumkin. Va uni tagida yana update ham bor, ya'ni 2024.3 versiyasiga yangilash fayli ham bor. Bemalol kirib ko'chirib, установка qilishinglar mumkin. Agar установка qilishda sizda qanaqadir savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bemalol yozinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xo'p, ko'rib o'tishimiz mumkin, Revit interfeysi ikkiga bo'lingan, chap tomon va o'ng tomon. Chap tomonda modeli, chap tomondan boshlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib modeli, ya'ni modellar. Modellarni ochishimiz mumkin yoki yaratishimiz mumkin. Ya'ni открыть va создать tugmachalari bor. Modeli degani bu proyektlar. Ya'ni biz proyektni ochishimiz mumkin yoki создать qilishimiz mumkin bu tugmachalar yordamida. Keyingi qismi семейство. Семейство qismida xuddi shu amaliyotlar, ya'ni семействoni ochishimiz mumkin yoki создать qilishimiz mumkin. Keyingisi последний fayl, ya'ni pastda 3 ta tugma turibdi. Последний fayli bu последний, ya'ni oxirgi ochilgan fayllar va семействоlar ro'yxati. Ya'ni biz oxirgi bo'lib qaysi faylda ishlagan bo'lsak, aynan shu fayl birinchiga chiqib qoladi. Autodesk Docs bu Autodesk dokumentatsiya, analitika bu o'sha o'zingizni Revit ishlatayotganingizni analitikasi. Bularni ishlatish uchun Autodesk akkauntga kirish kerak hisoblanadi. Новая главная страница Revit deb qo'ygan. Bu mana bu yerda switch bor. Agar shu switchni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda ichi boshqacharoq ko'rinish bo'ladi. Ya'ni xuddi o'sha oxirgi marta ishlatilingan fayllar ro'yxati, data измененияsi, ya'ni изменить bo'lgan paytda qayerda saqlanib turibdi, uni modeli, uni tipi, ya'ni model bo'lishi mumkin yoki семейство bo'lishi mumkin va uni razmeri. Bu yerda filtrlarimiz bor. Bugungilarni ko'rsatishimiz mumkin. На прошлой неделе, ya'ni o'tgan hafta, o'tgan oydagi va o'tgan 3 oydagi va model yoki семейство, shularni o'zingizga keraklilarini filtr qilib ishlatsangiz bo'ladi. Va bu yerda bu tablitsa ko'rinishida emas nafaqat, balki mana bunaqa to'rtburchak ko'rinishda ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi условия пользования. Men o'zim eski Revit stranitsasini ishlataman, shunga eskisiga qaytib olaman. Новые возможности bor. Agar biz buni eziydigan bo'lsak, bizda oxirgi shu 2024-yilgi versiyada qanaqa yangi o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni bizda yangi qanaqa imkoniyatlar bo'lganligi haqida qisqacha ma'lumotlar bor. Темная tema qo'shilgan. Bazaviy отметкani parametrlarida o'zgartirilgan va shunga o'xshash bir qancha o'zgarishlar amalga oshirilgan. Bularni bemalol kirib o'qib chiqishinglar mumkin. Keyingisi onlayn spravka. Onlayn spravka bu shu Revit haqida, Revit ishlatish uchun asosiy kerak bo'ladigan bazaviy bilimlar berib borilgan. Bu yerda ham kirib turib, har biriga kirib, bemalol o'zinglarni qiziqtirgan bo'limda bemalol kirib o'qib chiqishinglar mumkin. Keyingisi forum so'bshisti. Forum degani bu, shu forum bor. Revit Autodeskda o'zi tashkillagan bu forumni. Bu yerda odamlar shu Revit haqida savollar berishlari mumkin. Kimdir javob beradi, kimdir savol beradi. Shunaqa, agar sizlarda ham qanaqadir savollar bo'lsa, shu yerdan javob topishinglar mumkin. Keyingisi служба поддержки клиентов, ya'ni mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi. Biz последний fayl qismiga qaytamiz. Последний fayl qismida o'sha aytganimdek, sizlar oxirgi marta ochilgan va foydalanilgan fayllar ro'yxati bo'ladi. Siz fayl ochganingiz, ya'ni oxirgi ochilgan faylingiz doim birinchi o'rinda bo'ladi va biz unga mishkani olib borib turib, bosmay turgan paytimizda yangi oyna hosil bo'ldi. Hozir kichkina oynacha, yerda сохраненный путь, ya'ni fayl qayerda saqlanganligi haqida, изменено, ya'ni qachon o'zgartirilgan yoki shu fayl ustida qachon so'nggi amalga oshirilganligi haqida ma'lumot bor va uni razmeri, ya'ni hajmi haqida ham ma'lumotlar bor.
Hozircha shular. Kanalga a'zo bo'ling. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariya qismiga o'tib, qoldirsalaring, biz qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Yana eslatib o'taman, bizda Telegram kanalimiz bor, Telegram guruhimiz bor. Biza kursimizga oid bo'lgan barcha ma'lumotlar va barcha yangiliklar va barcha materiallar aynan shu Telegram guruhimizda bo'ladi. Pastdagi havola orqali o'tib, bemalol Telegram guruhimizga, kanalimizga a'zo bo'lishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga omad.